Assalomu alaykum. Bizni zangori ekran orqali kuzatib turgan aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan Inson huquqlari nomli ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Bugun bevosita mehnat sohasidagi ijtimoiy sherikchilik mavzusida to'xtalamiz. Studiyamiz mehmoni esa mehnat sohasi eksperti hamda Termiz davlat universiteti yuridik fakultetining o'qituvchisi Nazarov Elbek bo'ladilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Taklif uchun rahmat. Bilamizki, mehnat sohasi keng qamrovli soha hisoblanadi. Shuningdek, eng avvalo dastlab ijtimoiy sherikchilik deganda nimani tushunamiz? Dastlab shu haqida so'zlashsak. Demak, ijtimoiy sherikchilik, mehnat sohasidagi ijtimoiy sherikchilik bu mehnat qonunchiligi bilan mustahkamlab qo'yilgan prinsiplardan biri hisoblanadi. Xususan, mehnat kodeksining 3-moddasida o'sha mehnat sohasidagi 5 ta prinsip xususida to'xtalib o'tgan bo'lsa, demak 6-moddasida alohida qilib o'sha ijtimoiy sherikchilik prinsipi ustida to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari ijtimoiy sherikchilik, demak mehnat kodeksining 34-moddasida ham ijtimoiy sherikchilik xususida batafsil uni prinsiplari va boshqa holatlari bo'yicha ta'rif berilgan. Ijtimoiy sherikchilik o'zi mehnat sohasida, demak ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi mehnatga oid munosabatlarda, shuningdek ish beruvchi va xodimlar hamda davlat organlari o'rtasidagi mehnatga oid munosabatlarni muvofiqlashtirib turuvchi tizim sifatida tushunishimiz mumkin. Ijtimoiy sherikchilik bu qonunchiligimizda fuqarolarimizga mehnat kodeksida berilgan kafolatlarni, huquqlarni yanada xodimlarning manfaati uchun yana demak uni oshirish maqsadida demak ijtimoiy sherikchilik prinsipi demak muhim ahamiyat sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Mana hozirgi kunda shu mehnat sohasida ijtimoiy sherikchilik muhim ahamiyat kasb etadi deyapsiz. Shu haqida batafsilroq to'xtalsangiz, mehnat sohasida ijtimoiy sherikchilik qanchalik muhim rol o'ynaydi? Mehnat sohasida ijtimoiy sherikchilik yuqorida aytib o'tdim. Demak, O'zbekiston Respublikasi qonunlarida, xususan O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksida fuqarolarimizga, xodimlarimizga demak ularning erkinliklari, huquqlari va kafolatlari minimum darajada, ya'ni eng kami ko'rsatib o'tilgan. Xususan mehnat kodeksida demak eng kam ta'til muddati 21 kun sifatida e'tirof etilgan. Ushbu fuqarolarga berilgan, xodimlarga berilgan huquq va erkinliklarni, kafolatlarni yanada oshirish, uni ko'paytirish bu ish beruvchi bilan xodimni o'zlarining qo'lida. To'g'riroq aytadigan bo'lsak, ya'ni o'sha mehnat kodeksida, mehnat qonunchiligida berilgan eng kam kafolatlar va huquqlarni ikkala taraf kelishgan holda buni maksimallashtirish va ko'paytirish mumkin. Yana o'sha ta'til masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak ish beruvchini vakillari va xodimning vakillari demak eng kam ta'til muddati 21 kun sifatida e'tirof etayotgan bo'lsak, demak o'zlarini ichki hujjatlari, jamoat shartnomalarida, jamoat kelishuvlarida bu narsani 21 kun emas, balki 21+9 yoki 10 yoki 15 sifatida ko'rsatib 30 kun demak ta'til masalasini, yillik ta'til masalasini yoki undan ham ko'p ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, masalan, mehnat qonunchiligida xodimlarni demak yaqin qarindosh vafot etsa yoki nikoh to'yi munosabati bilan yoki farzand tug'ilishi munosabati bilan ularga ta'til berish nazarda tutilmagan. Bu narsa ijtimoiy sherikchilik orqali ish beruvchilar va ularning xodimlari, demak vakillari o'rtasida kelishgan holda xodimlarga yana qo'shimcha tarzda 4 kun, 5 kun yoki 3 kun o'sha farzandli bo'lganda bolani otasiga yoki demak yaqin qarindoshlardan biri vafot etganda yoki to'y munosabati bilan qo'shimcha demak ta'tillar berish mumkin. Men birgina ta'til misolida ko'rsatib o'tdim. O'zi umuman mehnat qonunchiligida, mehnat sohasida xodimlarga beriladigan imkoniyatlarni, huquqlarni, kafolatlarni yanada kengaytirish uchun ish beruvchi demak vakillari timsolida xodimlar ham vakillari bilan ikkalasi hamkorlikda kelishib bu narsani demak maksimallashtirish yoki aytganda yanada yuqoriroq imtiyoz va kafolatlar berishni aynan ijtimoiy sherikchilik misolida keltirib o'tishimiz mumkin.
Bilamizki, mehnat qonunchiligida ijtimoiy sherikchilik boshlang'ich, hududiy, tarmoq hamda respublika darajalariga bo'linadi. Shu darajalar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz, ular bir-biridan qanday farq qiladi? Yaxshi. Demak, mehnat qonunchiligida haqiqatda aytib o'tganingizdek, boshlang'ich darajadagi ijtimoiy sherikchilik, hududiy darajadagi ijtimoiy sherikchilik, tarmoq darajadagi ijtimoiy sherikchilik va respublika darajadagi ijtimoiy sherikchilikka bo'linishi ko'zda tutilgan. Yuqorida aytib o'tdim, ijtimoiy sherikchilik xodim va ish beruvchilarni demak kafolatlarini, huquqlarini yanada kengaytirish masalasi. Endi bular boshlang'ich darajada, bu yuqoridagi 4 darajaga bo'lganimiz sababi boshlang'ich darajadagi ijtimoiy sherikchilik bu har bitta tashkilotni, korxonani o'zini doirasida bo'ladi. Masalan, bir tashkilot korxonani oladigan bo'lsak, o'sha tashkilotdagi xodimlarga nisbatan yaratiladigan qo'shimcha erkinligi va kafolatlar o'sha ijtimoiy sherikchilik darajasida bo'ladi, boshlang'ich ijtimoiy sherikchilik darajasida bo'ladi va bu jamoat shartnomasida o'z aksini topadi. Bu keyingi bosqichimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, hududiy ijtimoiy sherikchilik. Bu hududiy ijtimoiy sherikchilik demak ma'lum bir hudud, mintaqa doirasida bo'ladi. Masalan, oladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati yoki umuman Termiz shahri barcha xodimlari uchun qo'shimcha imkoniyatlar, kafolatlarni demak biz hududiy ijtimoiy sherikchilik misolida olishimiz mumkin. Bu endi jamoat kelishuvlarida demak o'z aksini topadi. Undan keyingi tarmoq ijtimoiy sherikchilik ustida to'xtaladigan bo'lsak, bu tarmoq ijtimoiy sherikchilik ma'lum bir sohani, masalan, pedagoglar sohasi yoki shifokorlar, ya'ni tibbiyot sohasi deb olishimiz mumkin, yoki bo'lmasa temir yo'l sohasi vakillari. Demak, ularga beriladigan qo'shimcha imtiyozlar, kafolatlar demak boshqa soha vakillaridan biroz farq qilishi mumkin. Masalan, birgina temir yo'l tarmog'iga berilgan imtiyozlardan o'sha jamoat kelishuvlarida ko'rgan misolim sifatida aytadigan bo'lsak, demak o'sha temir yo'l xodimlari bir hududdan bir hududga demak ko'chganda, xizmat vazifasi nuqtai nazaridan boshqa joyga ko'chganda, demak ularning to'liq borish kelish ko'chish xarajatlari, yangi joyga borganda demak ularga 2 oy davomida demak bepul xonadon bilan yashash uchun ta'minlanishi nazarda tutilgan. Mana bu demak biz tarmoq ijtimoiy sherikchilikka misol keltirishimiz mumkin. Oxirgi darajasi bu respublika darajasidagi ijtimoiy sherikchilik deyiladi. Respublika darajasidagi ijtimoiy sherikchilik bu 3 tomonlama, ya'ni Vazirlar Mahkamasi, demak Kasaba uyushmasi federatsiyasi va ish beruvchilar konfederatsiyasi o'rtasida imzolanadi va bu respublika darajasidagi ijtimoiy sherikchilik o'sha respublikadagi barcha xodimlarning manfaatlari va huquqlarini himoya qilish va ularga beriladigan kafolatlarni yana ko'paytirish, qo'shish uchun demak mana shu respublika darajasidagi ijtimoiy sherikchilikda misol keltirishimiz mumkin. Rahmat. Keling endi jamoat shartnomasi hamda jamoat kelishuvi haqida ham to'xtalib o'tsak, ular bir-biridan qanday farq qiladi? Xo'p, demak biz yuqorida aytib o'tdik, 4 ta darajadagi ijtimoiy sherikchilikda va bularni har birini o'zini demak huquqiy hujjatlari bor. Deylik, boshlang'ich ijtimoiy sherikchilikdagi hujjatimizni biz o'sha jamoat shartnomasi misolida olishimiz mumkin. O'sha tashkilotlarda, har bir tashkilotda demak xodimlarga beriladigan qo'shimcha huquqlarni, kafolatlarni demak ko'paytirish uchun jamoat shartnomasi degan demak hujjat imzolanib rasmiylashtiriladi. Ushbu hujjat demak xodimlarga beriladigan barcha sohada, dam olish vaqtimi, ish vaqtimi, ularga beriladigan rag'batlantirish sohasimi, ularga beriladigan qo'shimcha demak kafolatlar, kompensatsiya to'lovlarimi, hammasini demak o'z aksini topgan bo'ladi. Ya'ni mehnat kodeksida xodimlarga berilgan huquq va kafolatlarni demak jamoat shartnomasida ular yanada o'sha maksimallashtirib demak tuzishib, misol keltirishi, hisobga olishi mumkin. Endi jamoat shartnomasi bu o'sha tashkilotda mehnat masalalari bo'yicha ijtimoiy komissiyalar tomonidan tuziladi. Bu ish beruvchini vakillari va xodimning vakillari o'rtasida demak ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha komissiya tomonidan u ko'rib chiqilib, butun xodimlar jamoasiga demak tanishtirilib, demak ular tomonidan ma'qullangandan keyin demak jamoat shartnomasi imzolanishiga ruxsat beriladi. Jamoat shartnomasi imzolangandan keyin demak xodimlar jamoasi bilan tanishtiriladi. Jamoat shartnomasi nafaqat o'sha tashkilotda ishlayotgan xodimlarga, balki undan keyin kelib ishlagan xodimlar uchun ham demak u amal qiladi. Keyinchalik jamoat shartnomasi qabul qilingandan keyin tashkilotga kirgan xodim demak yangidan jamoat shartnomasi tuzish
haqida demak talab qilish haqqi yo'q. O'sha tashkilotning ichki tartib qoidalari, shu jumladan o'sha jamoat shartnomasida belgilangan demak kafolatlar bilan cheklanib qoladi. Bundan tashqari yana jamoat shartnomasi tashkilotni boshqa tashkilotga aloqador bo'lmagan shaxslarga ham tatbiq qilinishi mumkin. Masalan, o'sha oila a'zolariga, xodimlarga yoki bo'lmasa o'sha nafaqaga chiqqan demak o'sha tashkilot xodimlariga ham tatbiq etilishi mumkin. Buni biz masalan amaliyotda ko'p uchratamiz. Bolalar masalan oromgohlarga boradi. Aynan o'zini ota-onasini ishxonasidan berilgan nima deydi, imtiyoz sifatida boradi. Ushbu holatlar masalan jamoat shartnomasida nazarda tutilishi mumkin. Demak, xodimlarning farzandlarini demak 100% miqdorda yozgi oromgohlarga borish uchun ish beruvchi tomonidan ta'minlanishi ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Endi biz hozir yuqorida aytib o'tgan ta'riflar hammasi jamoat shartnomasiga tegishli. Endi jamoat kelishuviga to'xtaladigan bo'lsak, jamoat kelishuvi biz yuqorida aytib o'tdik, boshlang'ичdan tashqari hududiy tarmoq va respublika darajasidagi ijtimoiy sherikchilikda misol keltirdik. Xuddi mana shu yuqorida aytib o'tgan 3 ta darajadagi ijtimoiy sherikchiligimizni hujjatlari bu jamoat kelishuvlari deb nomlanadi. Masalan, hududiy jamoat kelishuvi. Bu yuqorida aytib o'tdik, o'sha masalan Surxondaryo misolida oladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyatining barcha o'sha ish xodimlarining vakillari va kasb ish beruvchilar vakillari va demak xodimlarning vakillari o'rtasida kelishgan holda butun Surxondaryo viloyatidagi barcha ishchi xodimlar uchun aynan jamoat kelishuvida demak ularga qo'shimcha imtiyozlar, kafolatlar belgilanishi mumkin. Masalan, deylik, Surxondaryo viloyati barcha ishchi xodimlari uchun ishlanmaydigan bayram kunlari bazaviy solish miqdorini 2 barobar yo 1 barobar miqdorda mukofotlanishi jamoat kelishuvida nazarda tutiladigan bo'lsa, bu o'sha imkoniyat, o'sha berilayotgan kafolatni barcha tashkilotlar o'zini jamoat shartnomasida aks ettirish majburiyatini oladi. Chunki tashkilot boshlang'ich darajada degan bo'lsak, undan yuqoriroqda biz aytgan o'sha hududiy tarmoq demak ijtimoiy sherikchilik turadi. Endi keyingi jamoat kelishuvimiz bu demak tarmoq jamoat kelishuvi. Tarmoq jamoat kelishuvi yuqorida aytib o'tganimizdek, ma'lum bir sohani ijtimoiy sherikchiligini tartibga soladigan huquqiy hujjat sifatida demak olishimiz mumkin. Keyingisi bu bosh jamoat kelishuvi deyiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, respublika demak respublika tomonidan demak respublikada imzolanadigan bu bosh jamoat kelishuvi hisoblanadi. Buni taraflari demak Vazirlar Mahkamasi, shuningdek ish beruvchilar konfederatsiyasi va kasb uyushmasi federatsiyasi demak biri xodimning vakili sifatida qatnashadi. Kasb uyushmasi federatsiyasi ish beruvchilar vakillari sifatida demak ish beruvchilar federatsiyasi ishtirok etadi. Davlatdan vakil sifatida bu demak Vazirlar Mahkamasi ishtirok etadi. Hozir bu holatda davlatning 3-tomon sifatida aralashuvi qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Yoki bo'lmasam ish beruvchi va xodim birgalikda kelishib, shu imtiyozlardan foydalanishlari mumkinmi? To'g'ri savol berdingiz. Ko'pchilik talabalar ham shu haqida so'rashadi. Endi ijtimoiy sherikchilik o'sha boshlang'ich darajadagi ijtimoiy sherikchilikda ish beruvchining vakillari bilan xodimning vakillari o'zaro to'g'ri kelishgan holda demak mehnat qonunchiligida berilgan imtiyoz va kafolatlardan yanada ko'proq kafolatlarni nazarda tutishi mumkin. Lekin bu yerda uchinchi tarafni davlatni ya'ni aralashuvi uchinchi taraf sifatida ishtirok etishining muhim jihatlaridan biri o'sha ish beruvchi va xodim o'rtasidagi o'sha kelishilgan imtiyozlarni, kafolatlarni haqiqatda tomonlar tomonidan bajarilishini nazorat qiluvchi organ sifatida kerak. Masalan, ish beruvchi demak u nazarda tutilgan imkoniyatlarni, kafolatlarni demak xodimlariga taqdim qilmaydigan bo'lsa yoki shunga o'xshagan boshqa kelishmovchiliklar kelib chiqadigan bo'lsa, bu yerda davlat uchinchi taraf sifatida bir-biridan ularni tiyib turish va huquq va majburiyatlarini o'sha ijtimoiy sherikchilik taraflarini huquq va majburiyatlarini bajarilishini uchinchi taraf sifatida demak nazorat qilib turish maqsadida ham demak uchinchi davlat aralashuvi demak maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Eslatib o'tamiz, yuqorida biz mehnat sohasidagi ijtimoiy sherikchilik mavzusida suhbatlashdik. Bizdan yiroqlashmang, xayr, salomat bo'ling.